Bugun katta yoshli insonlar orasida juda ko'p uchrovchi sinishlar to'g'risida gaplashamiz. Bu sinishlar ko'chlararo sinishlar hisoblanadi. Bunday sinishlarni erta davrda to'g'ri davo taktikasini qo'llamaslik har xil asoratlarga olib kelishi mumkin. Masalan, bunday sinishlarda bemorlar yotoq holatda qolib ketganligi sababli yotoq yaralari paydo bo'lishi, gipostatik pnevmoniyalar rivojlanishi, venoz qon tomirlarida tromblar hosil bo'lishiga olib kelishi mumkin. Bunday bemorlarni bizning klinikamizda kam o'lchamli kesmalar orqali yuqori texnologik operatsiyalar bajariladi. Bunday operatsiyalarni bajarish uchun bizga maxsus traksion stollar, EOP apparati kerak bo'ladi. Bunday operatsiyalardan so'ng bemorlar erta davrda aktivlashtiriladi. Operatsiyadan 2 kundan so'ng hadnok yordamida yurishlari mumkin. Bunday sinishlarda o'z vaqtida davolamaslik har xil suyaklarda qiyshiq bitishi sababli oyoqlarda kaltaliklar paydo bo'lishi mumkin. Bunday bemorlarni klinikamizda erta davrda diagnostika qilish, operativ yordam ko'rsatish va operatsiyadan so'nggi reabilitatsiya muolajalarini o'tkazish klinikamizda yo'lga qo'yilgan.